Ondan emas qo'y, sog'ayib qarab qo'ymoqchiman. Shundan yaxshi so'zingni deyman. Endi bilyapman, bu kasbimcha turmushib, bir-birini qo'llab, ittifoqlashib qilmasam, oxiri chiqmaydigan kasbga. Nasıl bu kasbmi shu? Hamkorlikni talab qilgan kasbga emasmi? Valla tanaffusdagi sinf yig'ini da'vatga qaytamda ham. O'ldirmay, ismini olgan bilan o'zini ko'rib boqmadi, unda o'ldirdi. Hozir mana cho'ng so'zlar va seni kirsan, sen titrab turolmaysan endi. Nada ekan. Titrab to'xtamay yig'lab qo'ydi. Man dadam to'qmoqla ufg'andim ma'qul. Unda turg'ajma men. Ayak bo'yina so'ldin degina. Gantiye şah. Bu nabi haram. Bo'ldi. Men nabi haramdan ketib olmayman. Hech kim qolmabdi. Kiramiz endi. Yaxshimisiz tomoshabinlar. Men nabiy bo'laman. Ben diktatör seçkisininki diktatör seçkin. Vay. Sen to'xtatdimi? İşini bir iyileştirmeptim deymensen. Nerede payda oldu? Vaqtqamma yeydigan narsaga bu tushunmaydi, gapirmabsiz deyman. Ma'lum canlıq bo'lib yuqlanadigan sizlab qaytib aramaydi. Mashq qilmoqchiman. Mana bu mikrofon. İnsilaklarcım, insilaklar. Yaxshimisiz? Meni ismim Nabi. Vashi. Men diktatör seçkisini o'qiyman. Kim? Aka pishibdi. Ya bu qiziq ekan. Men sen bu Riyasetçilikne qara. Uçuşlayıpsa. Mani o'xshash paq-paq ishki mo'jalik narsani qilmay, qimmat narsani bir tushuntirmish tomoshabinlar-da. Benim xalqim bana erkeklerine Allah'ım. Ondan sonra batı kılışa. Akılsam işte ağını kırıştın mı ya? Suağıl kegaka, suağıl. Ya işte bana. İşte. Ey, mavi qira yuzda ko'p ketsa, aqalsam riyosetchilikda o'qitgan ovozini asrimi saqmaydi tushunisham sen. Ya, bunlar bitti. Ya sen o'qmasang o'qish kesibdi. Acha, mana pulni bersanlar men shu o'qish bu. Bu kadar sen yig'ilib biz chiqaylik. Adres bilmayman, pul demakchi-ku. Ma'lum pul emas, pul akilmat demak. Men hozir tomoq olmaydigan tomoq og'ash kerak. Mana pulni berib-ku akilmagan misollar mayli. Bu akadan o'sha to'g'ri. Ama iyi kelime ya. Ya. Hey! Hayır sınıfta koy. Toxta, Mau intan masa dawan ya? Biar dong. Kita nggak tahu nih. Sana. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Hoy, ama. Sizlar nima qilmaydi? Qo'shimcha satrib yeyman. Maryamcha? Yeyman. Ma'qul. Hoy, ama. Shirin. Şapirsi chaqiratam dasmi? Aya. Ya bu nima chiqyapti? Nima bilan saqladim? Nima chiqyapti? Ya Musa'da. Sho'rgan kim yeydi hamda o'zingizdan bo'ldi. O'zim yeyim sen. Hoy, ama. Va baqula. Ha, yeni Nabila kirganda purda to'lab turaychu. Ya. Yanglam. Ama adaş sizlarning o'zarmadim. Yomon qoldi sizlarim. Nima bo'ldi? Voy biz oshxonadan chiqib olsak, men olim uchimiz tutib bir mo'j gap qildi.
Ya bu diyor mesela şu boğan. Bu sen köyümüze taliyen şu. Agar körüp kalsa yan tutup terbiye kıldı. Ondan bunu çok aramda karışka. Aysat ondan ekin balları. Hele köyümcan cuma hele köyüm. Ya be köyümcanı da be köyümcan. Siz bilmeysiniz. Siz operatörlük kesip okuyan ki karımız yok. Ha bizge dersi var. İş var degine mi şurada? Terbiye gelip eğitim da. Ne yapsın baldura? Oy, ne bo'lsa? Bo'ling. Hay, u men qizim, abiya bundan toza pokiza bo'lmaydi xusan. O'sha taqima, men pozitsiyam bekor va yataqni baribir chiroyli qilib qolmaydi. Ura yaxshi balans baxshimamdu. Menimcha bu konyaklarni tozalavermay. Pul yig'ishib yataqni bezaylik. Menimcha u shunaqa qilsak bo'ladi, adash. Lekin hamishdan muvaffaq bo'lgan yaxshimiki, nechidan chiqarishimiz? Hamma qog'oz chopsa. Yerga vaqtin gilam salolmaymiz. Mishmon boshqa narsa bo'lsin salamiz. Bir yuzgarin chiqarsak, yerimizga yig'sak bo'ldi-ku. Qanaqa adash? U bo'ladi lekin. Men qo'shilmayman. Men chunki o'zim eshik katta sherim. Qanday eshik ketadi? Ya pulga chidmaydi ekansizlar. Ya tozliqqa qiziqqansizlar emaslar. Hammamiz o'quvchi bo'lgandan keyin biz avval yotoqni bezashini qilib qo'yib turib, yotoqdagi supurga turgan narsani almashtirib yetaylik. Shuni nurg'on pul ketadi. Ashna qilaylik shirin. Amsa, toziq jadvalni tuzib qo'yay, hammamiz toziq qilaylik. Men chiqib toziq qilmayman. Og'ay sizlar degan narsani bo'pti men olib beray. Men toziq tizimlamoqchi bo'ldim. Amsa yotoq ketadigan narsani tizimlab qo'yay. Ma'qul amsa. Men degandek bo'lsin, bir narsa o'zimdan qo'yay. Sizga qo'may aytdim-a? Qancha pul? 30 pul. Yana kirasiz a? Yemeğiniz var. Boşu alamet yaşım. Hemen şıklı. Ben bir kırdı neçinedim. İyiyle yedim önce. Almaz abiye kalk. İnanılır. En o kim çok anlatma. Anam kare. En o kim keşke var. Gel kızlar gel ama şu cümle sana bırakırdı. En o kim boş kızlar adetim şu. Yatak dedim. Tosattım sıkı. Tüyetleriniz parmalaşkısı gibi kazacaksın. Bak geldim bunu. Bunları çakılığın gel. En o kim Amin ki. Ablam mani ha? Doğru değil. Böyle kapatmışlar. Cih kız alıma diyor bana. Acaba bir şey mi? Onun nasıl? Ay. Şu. Şu an nasıl dostumla çiçeği aşağı oldu. Ay. Dur Mışım. Oy. Bak işi güzel sana yapamam. Ha buldu. İşte güzel. Hem almamız mı alır? Makul. Bundan sen. Bana ayrım sevdim karşımda. Kayıt mısbılıyor, üstündeki baş işçiliğin kayıt mısbılar, şunu da terbiye ya. Oldu mu? Ha? Oldu bu. Sınıf aklında yok mu? Hemen ki arayını başa pireye. O kılıçı dünyanın ben sen bekleyin yolda. Ha bak be. Kaç yol geldim ama. Bak. Bak.
Hemikisini bir hesaplandık ya, çok ayrı. Ben. O kahval diyen sen de kusap. Vay, hoşçuluk bez arallı. Ha, 74. Ha, 74. Ha, vermekte. Savardaşlar özür dilerim. Böyle başlar bunu da. Hayır. Marka kilese ki bak. Vallahi. Doktor, biraz alma. Manya gel. Ay. Bana. Afam. Apa bir dur. Buni ko'rsam bo'lmaydi. Yoqqandik buni-chi ko'rsam bo'lmaydi. Ben aldığına çıkma, ben sana çocuk kilo işleten söyleyeyim ha, olayım ona. Ağinen de püşüsü ama minik iş bir emri biletinde. Qaytasak ulgaymayman.